Meni pullarim. Sizni pullaringiz ukamga pul kerak ekan berib yubordim. Meni beradigan joyim bor. Ukamga puli yo'q ekan ukamga berdim. Yana ukang, bu pampers nimaga bu? Ukang ishlab o'zi topsin. O'zingiz toping siz ham. Ha nimaga pampers ko'y? Bo'lmasa men ishlashimga ruxsat bering, tushundingizmi? Siz oilangizga qilsangiz bo'laveradi, men qilsam bo'lmaydimi? Kecha siz ham usingizga pul berib yubordingiz-ku. Ha bolasini ko'tiga do'rsang opa, men nimaga boqishim kerak uni? Bo'lmasa menga ruxsat bering, men ishlayman, tushundingizmi? Ishlamaysan, uyda o'tirasan, men ishlayman. Bo'lmasa pulingizdan berasiz, kecha opangizga pul berib yubordingiz-ku. Ha, opa, pocham ensirab qotyapti. Qancha xil chiqadi-da? Sen ham tezroq ishlayni yo'lga qo'yib olganingda, hadi buni ham asab buzilavermardi. Opa, men harakat qilolmay o'xshamayapti. Minnat qilgandek bo'lmasin, lekin jiyanimni ko'tiga do'g'ri biz olib berganmiz. Yoqmayaptimi? Og'irligim tushyapti. Men yo'l chet-el-petirga ketishim kerak masalan uzoqroqga. Xo'p, mayli, qo'yaver uka. Qachon yetib borman, o'zim gaplashib olaman ko'chim bilan. Ol buni kelinimga bergin. Bolaga pampers. Opa, pulingiz yo'qmidi? Yana pulmi? Kecha berdim-ku senga pul. So'zlarim bor edi deyman. Pochchini pul sovutdi-yu. Munosabat buzildi,